Qiyomat kungi imtihonni, ko'rinishini Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bayon qiladi. So'ng har bir kishining nomoya a'moli o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik, mana katta gunohini qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi. Kattasini ham, kichigini ham. Deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mayda gunohlar yozilyapti, katta gunohlar devon bo'lib tashlanyapti. Va kullu sag'irin va kabirin mustaqar. Va har bir katta, har bitta kichik va katta amal bitilmishdir. Alloh taolo aytayapti, odamlar har bitta chiqayotgan so'z, har bitta qilinayotgan ish, har bitta bosilayotgan qadam yozilyapti deyapti. Va inna alaykum lahafizin kiroman katibin. Albatta ustingizlarda hurmatli ikkita yozuvchi farishta bor deydi. Doim billa hojatxonada, hammomda yoki ayoli bilan yolg'iz bo'lgandagina bu farishtalar yonida turmaydi. Boshqa hamma o'rinda yozib turadi. Sizga bir aytdiki, siz palonchi poylab yuribdi ekan, bir xato qilsangiz yomon qilar ekan. Shu poylab yuribdi, ehtiyot bo'ling dedi. Haligi odamni ko'rganingizda, haligi ogohlantirgan so'z esingizga keladi, nihoyatda hushyor tortadi. Haligi odamni oldida to'g'ri turishga harakat qilasiz. Shu birorta qadamda o'ylab bosasiz. Endi agar muomala qilishga kerak bo'lsa, juda so'zlaringizni ehtiyot bo'lib terib gapirasiz. Qarang, inson dunyoda bir insonni kuzatyapti, muroqaba qilyapti degan so'z sizni hushyor torttirib qo'yapti. Endi narigi kuzatayotgan odam ko'rmay qolishi mumkin biror aybingizni, esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Lekin mo yelkamizda turgan ikkita farishta akalar to'xtamay yozadi. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan joyda Allohdan taqvo qilaylik. Hamma ko'rayotganda u hamma gunohdan tiyilaveradi. Bir-biridan uyatib bo'lsa ham. Endi hech kim ko'rmayotgan paytda qilgan taqvoimiz haqiqiy taqvo bo'ladi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kichkina gunohlar yozilyapti, katta gunohlar tahlanib devon-devon qilib qo'yilyapti. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bosayotgan qadamlarimiz yozilayotganligi yana bitta dalil. Josiya surasi 29-oyat. Hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Mana bu kitobimiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguvchi bo'lgan barcha amallaringizni ushbu nomoy amalga ko'chirib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qib berganda, u davrdagi arablar, u davrdagi odamlar yozish deganda faqat o'sha siyoh bilan qog'ozga yozishni tushungan. Shundaymi? Endi bir shunday davrlar keldiki, yozishda asbobi ko'payib ketdi. Suratini yozyapti, ovozini yozyapti. Ha bu insoniyatga ozgina ilm berilib, shuncha narsani yozishlik qudratiga ega bo'lgan bo'lsa, hamma ilmga egasi bo'lgan Parvardigor yana qanaqa qilib yozib qo'yishni yo'llarini qilar ekan ustimizda? Savdogarlar bloknot tutadi. Haqlarini yozadi, qarzlarini yozadi, oldi berdi. Chunki nimaga yozadi? Esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi. Haliga qaratda yodiga tushadi. Ha demak, yozib qo'yilayotganligi bu farishtalarning Alloh taoloning esdan chiqib qolishligi emas, hujjat dalil bo'lishligiga. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Yawma yab'athuhumullohu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullohu va nasuh vallohu ala kulli shay'in shahid." O'sha kofirlar azobga duchor qilinadigan kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib, hayotda dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yuborishdi. Eslang o'tgan yil qilgan ishlaringiz. Savobi ham esdan chiqib ketdi, gunohi ham esdan chiqib ketdi, kattasi ham kichigi ham, lekin Alloh taolo nima deyapti? Yozib bitib qo'yilgan. Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasa ham men qilmaganman der ekan. Parvardigor qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu ikki yozgan farishtaga ham meni muflis bo'lishimni, bankrot bo'lishimni, jahannamga tushishimni xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyonimni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimi guvohligini qabul qilasan, o'zimni der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam, shunda
to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bugun, ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Ya'ni og'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilgan bo'lsan gunohni, esimizdan chiqmasin.